Cumhuriyet doktorxonaning ishlayotgan mana doktorxonaning atrofida oshxonalar mana to'rdoshlar 2-ayning 12 kuni 8-bino. Hozir shu yurak tashviqini keldi. Go'may City'ga. Shinjoq bo'lsa, men Go'may City ishlatganni 1,5 koy 1,700 koy ishlatgan, men 544 koy ekan. Mana Shanxayning Zhongshan doktorxonasida hozir yurakni Go'may City ishlatadigan qayda turyapman. Shunaqa foyda to'rdoshlar bu nima endi yurakni egizmasdan o'tadi. Doktor. Shunaqa foydami doktor? Şükür atlanıldı arkadaşlar hazırmış şu Şanxay'ın Zhongshan doktorxonasida yurak tekshirish oldi o'tman g'ayrat qilayotgan bir balonz bilan o'rnidan yolg'iz o'tkazib turishdingiz. Kunlaringiz o'tib ketadi bu degan vaqt qiyinchilik. Pulni tepib olaysiz, jambazan kirmaydi. G'ayrat qiling. Yaxshilikni ham sizga bo'lsin deb men yaxshi tilakni tilagan barcha to'g'rilar ko'pdan ko'p rahmat. Bu bir taz yurganini aymay besib, gulgullarni so'q qilib, tekshirish natijangiz yaxshi chiqsin, Aygul xonim. Yurgingiz yaxshi chiqsin deydigan to'g'rilar. Madad bir qo'shinglarni, gullarni so'q qo'shinglarni chin yurimda umid qilaman. Tekshirish natijasi chiqqan chog'da sizlar bilan ham bahrlab birman to'g'rilar. Halkan sınav bazı iqtidarını təşvirsəm, bir tərəf 3, bir tərəf 4 çıxar, yaxşı çıxdı bu. Bu saat to'rdoshlar. Shu yuqoriroq yerga berib, təşvirtib baxsanlar bo'ladi ekan. Hozir təşvirtish kirgilyapman. Ekran benim kısmı çıktı 66. bölüm. Hazır mı şu? Go'may City işletip kirmedi. Mana to'rdoshlar ko'ryapman doktorxonaning Go'may City'ni ishlatib bo'lib, hozir endi uyga qarab mangdoq. Shanxay Fudan Dasho'ningki Zhongshan doktorxonada bütün tekshirishni tamomlab, yurak, anadan keyin menga shu boshni cho'ng tekshirish qilib qizig'i soldi. Cho'ng qon tekshirdi, yurak tekshirtibdiman. Anadan keyin shu Zhongshanninki iqtidorini tekshirtibdiman. Mushu tekshirishning hammani qilib bo'ldim. Qilib bo'lgan bilan bu yurakninki Go'may City'ning natijasi 23-yillar chiqdi ekan. Cho'ng qonning natijasi 16-yillar chiqdi ekan. Qolgan natijaning hammasi chiqqan bo'ldi. To'rdoshlar ko'ryapganingdek, doktorxonada bütün tekshirishni tamomlab, hamda shu natijaga saqlan bo'ldi. Atlikka shayardan birga kelgan shu Maryam achamninki tekshirishiga paydo keldi 13-yillar. Atini shu Zhongshan doktorxonasiga boramiz. Hozir mening tekshirishlarimning hammasi tugab, Shanxaydagi Maryam achamning qizining uyiga qarab, qizningki mashinasini haydab ketib borman yo'lda. Biz ammo shayardan yo'lga chiqib magan chog'da aeroplanda kelgan to'rdoshlar. Mashina haydab kelmadim. Men nurg'un to'rdoshlar so'radi. Aygul xonim, siz bak qaysar, ajoyib qo'l qo'yman ayol kishi bo'lganlar bilan ukam bak tirishcha, siz bak qaysar deb. Rahmat, menga mashina madad bergan barcha to'rdoshlarga. Shanxayga mashina haydab kelmadim to'rdoshlar. Men Shanxayda haydayotgan mashina, shayardan birga kelgan ochimizningki qizning mashinasi. Bu ochimizningki qizning Shanxayda uy bo'lganligi uchun biz faqat qiyinchilik topmadik. Mana shu uyda yetib qopib, mashinasini haydab doktorxonaga berib, Hangzhouning Shixo kunlarini chuglab degandek mashindaq. Ham bir tarafdan sayohat qilgash, ham bir tarafdan mana shu doktorxonada tekshirtgash degandek. Mana shu aramag'ash ballig'im ta'til bo'lgankin, mana shu tekshirtgash keldim to'rdoshlar. Menga jut-jutdan telefon urib, madad bergan, og'rib qoldim, ukam yendim bo'llar deb mana shunday deyotgan to'rdoshlarga, men og'rib qolmadim, men yaxshi to'rdoshlar. Mana Shanxayga burundan tatib bir orzuyim bor, mana shu yurakni bir cho'ng tekshirish qilib baqsam, mana shu Fudan Dasho'ning tarmog'idagi Zhongshan doktorxonasining yurakka eng yomon deydigan, Shanxay bo'yicha yurakda birinchi doktorxona deydigan. Shu mana shu doktorxona tekshirish orzuyim bor, bu orzuyim amalga oshdi to'rdoshlar. Natijalarim cho'qim yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Mana shu qalqansima bazga qarta natijam shunday yaxshi chiqdi. Meni qo'llayotgan Shinjongning barcha yeridan meni izchil ko'rayotgan barcha to'rdoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu bo'lsa, mushu Abdullah Mahmud ustamninki Atachi markasidagi mush qalqansima bazga qarta sog'lomlik mahsulotini elib bir iste'mol qilib beqishinglarni chin yuragimdan tavsiya qilaman. O'zim saqayganligim uchun sizlarga tavsiya qilaman to'rdoshlar. Rahmat, meni izchil qo'llagan barcha to'rdoshlarga.